Hammaga assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Bugun ikkita patsientim homiladorlik natijasi bilan xursand qildilar. Juda ham xursand bo'ldim. Va kechagi o'sha yo'lda qaytishda qo'ygan so'zimga juda ko'pchilik yaxshi fikr qoldiribdilar. Ya'ni farzandli bo'lishni kechiktirmang. Farzand bilan siz o'zingiz farzandsiz erishadigan, 10 qadamda erishadigan narsangizga farzand bilan bir qadamda erishasiz deb aytgan gapim juda ham ko'pchilikga yoqqan. Haqiqatdan shunaqa deb yozgan, farzandli bo'lganlar ko'p manimcha yozishdi bu narsani. Va bu narsani aytaman sizlarga. Meni ko'pdan beri kuzatadiganlar, taniganlar bilasizlar, mana 3 ta farzandim bor. Uchala farzandimning orasi 2 yoshdan va eng katta farzandim bu noyabr oyida, mana shu oyda 6 ga to'ladi. Va men aslida 7 yildan beri dekretdagi ayolman. 6 yildan beri deylik. Dekretdagi ayolman va hech narsa xalaqit bermadi menga. Keyingi istoriyada aytaman.